O'rtacha shirinlikdagi qovunning mijozi ikkinchi darajada sovuq va ho'l. Shirini ikkinchi darajada issiq. Qovun yeyilganda organizmda ustuvor bo'lgan suyuqlikka qo'shiladi. Qadimgi tabobatda aytilishicha, qovun iste'mol qilganda ichki a'zolarni tozalaydi, tanani baquvvat qiladi. Ichki a'zolar og'zini ochadi, bosh miyani namlik bilan to'ldiradi. Qovun istisqo, sarg'aymada foydali. U siydik, teri haydaydi, sutni ko'paytiradi. Shirin bo'lmagan qovun hayz haydaydi. Uning mag'zini bug'da tutib, ko'zdagi shishlarga qo'yiladi. Qovun terini taranglashtiradi. Quyosh ta'siridan asraydi. Yuzdagi sepkil, dog'ni ketkazadi. Boshdagi qazg'oqni yo'qotadi. Qovunning mag'zi vitiligoda oq dog'larga suriladi. Meva mag'zi bug'doy uniga qorilib, oftobda quritib tuyulsa va yuzga surilsa, yuzdagi sepkil va oq dog'larni ketkazadi. Qovun ko'p yeyilganda oshqozonni bo'shatib tozalaydi. Buyraklar holatini yaxshilaydi, ammo bosh og'ritishi mumkin. Qovun yeyiladigan eng yaxshi vaqt ikki asosiy ovqatlanishlar orasidagi vaqt bo'lib, u boshqa taomlar bilan aralashtirilmasdan tanovul qilinadi, chunki uning o'zi to'laqonli taomdir. Qovun hidi sharob ta'mini buzadi. Hatto qovunga yaqin joyda sharob tayyorlansa ham o'xshamaydi. Hozirgi zamon xalq tabobatida qovun sarg'ayma, o'smalarda, ekzemada ishlatiladi. Buyrak kasalliklari, podagrada davo sifatida qo'llaniladi. Ilmiy tibbiyotda qovun bavosir, ya'ni gemoroy, anemiyalarda parhez taom sifatida ishlatiladi. Qovun mag'zining aterosklerozga qarshi, qondagi xolesterinni tushiruvchi xususiyatlari aniqlangan. Qovun iste'mol qilinganda markaziy asab tizimiga sedativ, ya'ni uyquni keltiruvchi ta'sir ko'rsatadi. Qovunning barcha qismi antioksidant va o'smaga qarshi ta'sirga ega. Meva yurak, o'pka kasalliklarida tavsiya etiladi. Tadqiqotlarga ko'ra, qovun iste'mol qilinganda qandli diabetning ikkinchi turidagi insulin rezistentlikning oldini oladi. Qovun ayniqsa xurmo bilan yeyilganda gipoglikemik, ya'ni xolesterin miqdorini tushiruvchi ta'sir ko'rsatadi. Qandli diabetning ikkinchi turidagi kardiomiopatiya rivojlanishining oldini oladi. Qovun qandli diabet va allergik holatlarda tavsiya etilmaydi.